Assalomu alaykum, Global Moto mijozlari. Hozir biz Xunji Murveyimizga kabina qo'yish jarayoni ketyapti. Oldin bu Murveyimizda kabinasi bo'lmagan. Mana hozir kabina qo'yish jarayoni ketyapti. Orqalariga so'kalar tushirildi. So'kalar tushirilib, baqvatgina qilib kabina qo'yilyapti. Yomg'iriga, qishga juda ham zo'r. Bizda xuddi shu xizmatlarimiz ham bor. Nomer yozib qoldirganman, aloqaga chiqaverasizlar. Savollaringiz bo'lsa, signallarni buyoqqa ko'chirganmiz. Xuddi mana shu yerda faralari, bu yoqqa mobetlari joy ochiladi, qo'yilgan. Xuddi shunaqa bir kabinalar bor. Razmer tushmay qolishi mumkin. Yaxshi razmeriga qarab olish kerak. Yangi fara ham qo'ydirib yubordi, o'zining eski farasi. Bir tala yangi kabina, yangi fara bo'lsin dedi mijozimiz. Mana juda baquvvat ishlangan, boltlar qotirilib. Nima savollaringiz bo'lsa, kommentariyga javob beramiz. Xuddi shu kuch fasliga moslab, yomg'irga moslab kabina qo'yib beryapmiz. Shunaqa xizmatlar bo'lsa ham aloqaga chiqasizlar. Global Motoga kelaverasizlar.